Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Fikrat tahlili dasturining navbatdagi sonida studiyamizda siyosatshunos professor Farhod Karimov. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Demak, bugun bir qancha savollar aynan Rossiya Ukraina urushining tugashi bo'yicha, chunki ultimatum qo'yilgandek, lekin endi ultimatum ham o'sha qizil chiziqlarga o'xshab ketyapti. Juda ham ko'p, lekin natijasi ko'rinmayapti. Ammo bu safar 25-dekabr degan sana juda ham ko'p aytilyapti. Savollar bir-biriga o'xshash. Farhod aka, biz buni shuning uchun faqat mana shu mavzularni oldikki, bu Ukrainada urushning tugashi, referendum, saylov, Tramp, Yevropaning munosabati bir-biriga juda ham yaqin, lekin alohida tahlil qilishni istardik. Farhod aka, birinchi savol, demak, Zelenskiy birinchi marta referendum haqida so'z ochyapti. Ya'ni qarorni xalq qabul qilish kerak. Bu hududlarni topshirish masalasida, o'sha Donetsk viloyatining Rossiya tomonidan egallanmagan hududlarni topshirish bo'yicha kuni kecha e'lon qilingan bayonotda Zelenskiy AQSh tomonidan tayyorlangan tinchlik rejasida hali ham kelishilmagan jiddiy bandlar borligini tan olgan. Unga ko'ra eng katta ziddiyat Donbas hamda Zaporojye atom elektrostansiyasi atrofida ketmoqda. Demak, birinchisi Amerika Qo'shma Shtatlari taklif qilgan variantda Rossiya Kharkiv, Sumy va demak Dnepropetrovsk viloyatlarida egallagan hududlardan chiqib ketadi. Buning evaziga Donetskning egallanmagan bu Kramatorsk, Konstantinov va Slavyansk aholi punktlarini Rossiyaga topshirish. Mana shu qiyin punkt deyapti Zelenskiy. Bundan tashqari Zaporojye atom elektrostansiyasini Rossiyada qoldirish masalasi, ya'ni qoldirmaslik masalasi. O'zi aslida Rossiya egallab bo'lgan, lekin Zelenskiy taklif qilyapti, uni Amerika o'z tasarrufiga olsa-da MAGATE bilan va undan chiqadigan elektr energiya ikkiga bo'linsa degan bir unisida ham bunisida ham o'zi aslida Ukrainada bo'lmaydi, lekin Rossiyada ham bo'lmasin degan fikrni bildirmoqda. Demak, va umuman nima bo'lganda ham saylov orqalimi yoki referendum orqali javob topish kerak. Ya'ni xalq bu qarorni o'zi hal qilish kerak demoqda. Demak, Farhod aka, demak, Zelenskiyning bu bayonoti tinchlik rejasiga umuman tayyorlanayotganini bildiradimi? Assalomu alaykum. Xo'p, agar ruxsat bersangiz, men biroz boshqacha rakursdan bir o'zim kuzatuvlarimni aytib bersam-da. Ya'ni o'zim men aslo olganda Yaqin Sharq mintaqasini chuqur o'rganib tahlil qilishga o'rganganman, chunki ixtisosligim shu. Endi Rossiya Ukraina masalasi o'z mutaxassislari bor-ku, lekin meni bir ayrim bir jihatlari o'ziga tortdi-da, oxirgi bo'layotgan mana shu bir oy ichidagi bo'layotgan jarayonlarni. Ayniqsa, mana shu oxirgi 3-4 kun ichida muzokaralarda bo'layotgan jarayonlar va kimlar ishtirok etayotganligi meni o'ziga tortdi. Masalan, o'sha AQSh nomidan Trampning kuyovi, demak, Kushner bu delegatsiyani muzokaralarda rahbarlik qilyapti. Masalan, oldin vakillar boshqa edi. Ya'ni Kushnerga o'tdi bu vazifa. Va Kushnerni bilaylik, esimizda chiqmasin, uning atrofidagi yirik kompaniyalar haqida unutmasligimiz kerak. Kushnerning eng yaqin hamkori va Trampning ham hamkori bu Larry Fink hisoblanadi. Larry Fink kim? Larry Fink dunyoda eng qudratli investitsiya korporatsiyasining rahbari. Uning aktivida 13,5 trillion dollarlik aktivlari bor uni. Investitsiya, AQShning asosiy investitsiyalarini, proyektini Larry Fink boshqaradi. Buni biladi hamma. Va hozirgi kunda 25-yilda, BlackRockni aytayapman. BlackRock 13,5 trillion edi. Undan ko'proq edi oldinroq, mana shu oxirgi Ukraina Rossiya mojarolari boshqa bo'lgandan keyin energetika sohasidagi investitsiyalar ancha zarar ko'rdi. Masalan, 22-yil Rossiyadan chiqib ketganda 17 milliard bir kunda yo'qotgan edi u. Va mana shu odamlar Kushner atrofida Rossiya Ukraina mojarosini hal qilayotganda muzokaralarda o'tiribdi. Bu insonlar, unutmaylik, 22-yil Rossiya Ukrainaga bostirib kirishidan oldin Sharqiy Yevropa va Rossiyadagi energetika sohasi va axborot sohasidagi eng asosiy bo'lgan o'yinchilar edi bular. Va Trampni ham Rossiya Ukraina urushini tezroq tugatib, Rossiya bozorlariga, investitsiya bozoriga qaytib kirishdagi hozirgacha chorlab kelayotgan inson BlackRock rahbari Larry Fink hisoblanadi. Va bu kecha u bevosita o'tirdi. Va onlayn muloqotda demak, Zelenskiy Ukrainani qayta tiklashda kafolatlar kerak va investitsiyalar kerak degan narsani aytayapti. Va bu Larry Finkga aytilyapti. Ya'ni investitsiya Larry Fink aytayapti. Ya'ni Amerika pullari kirganligi kafolat ham bo'ladi. Xuddi shunday. U yerda boshqa bunaqa milliardlab investitsiya kirita oladigan boshqa korporatsiya yo'q.
va eng asosiy kerak bo'lsa bir vaqtlar hattoki dunyodagi asosiy investitsiyalarni boshqaradigan, pul oqimlarini boshqaradigan odam ham deyishardi, masalan, korporatsiyani aytishardi, BlackRock. Endi ikki kishi boshqaradi-yu, lekin asosiysi baribir Larry Fink, mashhurrog'i shu. Yana bittasi bor, ijrochi direktor ham bor. U prezident ham hisoblangan bir vaqtlar BlackRockda. Va ikkinchi men jihati, o'ziga tortgan jihatichi, men boshqa detallarni ko'rdim. Kapitonni aytyapsiz. Robert Kapito. Robertni, ha. Robert Kapito. Ha, familiyasi nima edi? Robert bir narsa edi, ha. Ular ikkalasi juda katta qudratli odamlarda, ular hattoki AQSh tashqi siyosatida eng asosiy ta'sir ko'rsatuvchi insonlar deyilar edi. Bir qator Rockefeller va boshqalar bilan bir qatorda. Endi ikkinchi jihati, Zelenskiy qaysi informatsion agentlikka intervyu berdi? RBKga berdi. RBKning esa bilamiz kim boshqarishini, u Putinga juda ham yaqin bo'lgan Grigoriy familiya Beryoskin. Grigoriy Beryoskinga bo'ysunadi RBK. Rossiyaning informatsion agentligiga intervyu beryapti Zelenskiy Ukrainada yaqinda naqalar o'tkazilishi to'g'risida, referendum o'tkazish to'g'risida. RBKga. Endi RBKni eslaylik. 22-yil fevralda, demak, Rossiya kirib kelishi bilan RBKga sanksiya e'lon qilingandi. Grigoriy Beryoskinga ham sanksiya e'lon qilingandi. Grigoriy Beryoskin o'sha paytda 3 ta fuqaroligi bor edi. Rossiya, Xorvatiya va Kipr. Kiprdagi fuqaroligini olib tashlashdi-da, 23-yilda hamma sanksiyalarni yechib, Beryoskinni yana Yevropaga kirishga ruxsat berishdi. Beryoskin kim? Beryoskin, e'tibor beraylik, Uzoq Sharqdan asosiy markaziy Rossiya va Yevropaga neftni transportirovkasini shug'ullanadigan katta korporatsiyaning egasi. U bir paytda o'ziga RBKning ham o'zi rahbari. Demak, RBK uning axborot maydoni. Uning maydoni. Va u e'tibor beraylik, yana bitta jihati. Yevropadagi Lukoilning 100 dan ortiq shoxobchalarida neftni yetkazib berishdagi asosiy yetkazib beruvchilardan bittasi. Ajoyib. Yana bitta bog'liqlik. BlackRock asosiy investitsiyasini Lukoilga kiritgan edi 2022-yilgacha. Mana kimlar hal qilyapti Rossiya va Ukraina muzokaralarini qanday bo'lishini. Va bu jarayonlarni tahlil qilib kuzatar ekanmiz. Meni shaxsan fikrim bu, men aytyapman, men Ukraina Rossiya bo'yicha mutaxassis emasman. Lekin o'zimni tahlilim, xulosalarim shundaki, urushning yakuni yaqin. Bu yerda kafolatlarni kimlar beryapti? Soya ostidagi juda katta kuchlar va juda katta moliyaviy institutlar. BlackRockni mana tinglovchilarimiz qidirib ko'rishsa, uni 10 yil, 15 yil oldingi loyihalarini trillionlab gap ketgan. O'zi 2 trillion Saudiya Arabistoni beraman deganda, arablar beraman deganda, AQShda Trump bordi-ku Fors ko'rfaziga. Unda 13, 14 milliard, 17 trilliongacha chiqqan bir vaqtlar. Bu bir kunda 17 milliard dollar yo'qotib, hech narsa bo'lmaganda o'zini tutgan kompaniya u. Kichikroq davlatda to'liq byudjetini yo'q qildi. Ha, va mana shu shaxslar muzokaralarda paydo bo'lib ko'rinish berayotganligi, demak bu yerda Trumpning oxirgi qizil chiziqlari yoki navbatdagi boshqasi emas, bu yerda jiddiy masalalar ketayotganini ko'rsatadi. Ya'ni siz aytmoqchisiz, pullar aralashsa jiddiylashadi demoqchisiz. Ha, ya'ni real odamlar kiryapti. Siyosatchilar bekorga yurmasdi u yerda. Ha, endi moliyachilar kiryapti. Moliyachilar asosiy siyosatni yurituvchi kuchlar. Ular prezidentlar almashadi AQShda, lekin Fink doim bo'lganda. 88-yildan beri Fink-ku. BlackRockni 87mi, 88-yil ochgan. O'sha kompaniya. O'shandan beri necha marta AQShda prezident o'zgardi. Va AQShning asosiy investitsiyasini BlackRock boshqaradi. Kerak bo'lsa moliyalashtiradi. Moliyalashtiradi ham kerak bo'lsa. U trillionlab pulga ega, aktivlarga ega. U Amerikaning dunyo bo'ylab yoyilib ketgan pullarni asosiy boshqaruvi BlackRockda masalanda. Va bu odamlar bu 120-130 trillion bor deyshar ekanda o'zi, pul massasi qarang. Shundan 17si endi demak BlackRockda, mana. BlackRockda. Olib qarasa, boylikni 13-14 trillionga tushgan deyiladi hozir. Mana 13, demak 130 trillion boylikdan taxminan 13 trillion 10% buniki. 10% aynan BlackRockning nazorati. Va bu muzokaralarda ishtirok etishni boshladi. Muzokaralarda boshladi va bu Sharqiy Yevropa eng asosiy unaqasi. Investitsiya loyihalari o'sha yerda. To'g'ri, yaqin Sharqda ham bor, lekin energetikaga kiritadi. Lukoilga bir payt kiritgan edi. Ajoyib. Lukoilga e'tibor beraylik. Hozirgacha Yevropada faoliyat yuritib turgan Rossiya kompaniyasi bu Lukoil. Shunday. Va Trump aytuvdi Lukoilga sanksiya qo'yamiz deb. Qo'ymadi.
Chunki BlackRock aytib turibdi. Ya'ni biz aslida qo'yamiz dedi, faqat kechiktiryapti. Kechiktiryapti. Va bu Amerikaning ham investorlarga ta'sir qiladi. Va mana bu pullar va mana bu oqimlar va mana bu real narsalar bor ekan. Va bular bugun Zelenskiy bilan muzokaralarda ishtirok etyapti. Zelenskiy RBKga intervyu beryapti, Rossiyaning informatsion agentligiga. Bu signal. Bu ko'p narsani haqida gapiradi. Bu yana bir marta aytayapman, bu meni fikrim. Aytuvchi, men boshqa rakurs bilan bir ko'rib ko'rdim-da. Yo, ajoyib. Biz umuman kutmagan tarafdan oldingiz. Hozir masalan o'sha yerda Finkni biz endi yuzdan juda ham tanimasdik. Keyin mana hozir suratlarini chiqarganda ko'rdik-ku. Shokirjon, Larry Finklarning suratlarini yana bir qaytarasiz, BlackRock rahbari. Ya'ni biz endi o'sha yerda bir maslahatchilar bo'lsa kerak deganmiz. Yo'q, u jiddiy odamlar ular. O'sha Robert Kapitolni ham bunaqasi bir tarixini ko'rsangiz, dunyodagi asosiy mojarolarda tugash arafasidagi keyin urush tugagandan keyin asosiy investor bo'lib, aynan ular figurant bo'lgan. Yaqin Sharq mintaqasini hamchi, mana G'azonichi 3 kunda Dubay qilib tashlab oladi bu odamlar. Agar xohlasa, misol uchun 1 trillion pulni shundoq Yaqin Sharq G'azoga misol investitsiya kiritib yo'naltirib yuborsin, nimalar bo'lib ketadi bu yerda-da, masalan. Endi shunaqa, nima deydi, katta moliyaviy qudratga ega bo'lgan institutlar va shaxslar. To'g'ri, ular bitta o'zi emas. Albatta. Bor, lekin shunga o'xshagan odamlarning va Kushnerga topshirilayotganligining va Kushnerni ham bilamiz, Isroilni asosiy qo'llab-quvvatlayotgan yirik korporatsiyalar bilan aloqasi juda zo'r. Kerak bo'lsa, mana o'zbekcha qilib aytganda bitta gap o'ynaydi ular. O'sha odamlarni bu jarayonga aralashayotganligi bu demak Trampning doimiy ritorikasi emas endi. Endi jiddiylashadi. To'g'ri, balki 25-dekabrgacha, Rojdestvogacha emasdir, yanvarga o'tar, fevralga o'tar, lekin tunnelning oxiri ko'rinib qolganga o'xshaydi nazarimda. Rahmat Farhodga. Endi keyingi savolimiz bevosita referendum bo'yicha, ya'ni hududlarni topshirish. Bu Ukraina referendum bilan o'zi qonunan o'z hududlarini topshirishi mumkinmi? Shunday narsa bormi? Yo'q, endi hech kim topshirmaydi, lekin har qanday hududiy o'zgarishlar parlament orqali, qonun orqali qabul qilinishi kerak va referendum bilan bo'ladi. Bu endi hamma davlatda shunday bo'lsa kerak. Masalan, O'zbekistonda ham ma'lum bir hududlar o'zgarish bo'lsa, bilamiz, bu eng kamida parlament tomonidan qabul qilinishi kerak qonun bilan. Va Ukraina ham xuddi shunday bo'lsa kerak, katta ehtimol bilan. Demak, Zelenskiy bu mas'uliyatni bo'yniga olmayapti. Ya'ni u tarixda Ukrainaning katta qismini topshirib ketgan prezident sifatida qoladi-da. Bu hozir bilinmaydi. Bu 20, 30, 40 yildan keyin qoladi, bu bilinadi. O'shanday bo'lmoqchi emas va u yuzini yo'qotmoqchi emas. Bu bir. Ikkinchidan, meni xayolimda Zelenskiy legitimligini saqlash va keyingi saylovlarda ham qatnashish niyatdan hali voz kechgani yo'q. Va uchinchi bir jihat shundan iboratki, bugun Zelenskiy muzokaralarda hududlarni emas, endi urg'uni energetika infrastrukturasiga beryapti. AESni topshirsa deyapti. Mayli deganday qilyapti-da Zelenskiy. Ya'ni Zelenskiyning ham bugun oldida juda ham qiyin vaziyat aslida olganda. Zelenskiyga oson tush kerak emas. O'zi Rossiyadagi davlat bilan hozirgacha turib bera olib, xalqini ushlab berib urushgan odamni, misol uchun vaziyatni tushunsa bo'ladi-da. U hozirgacha misol uchun pozitsiyalarni boy bermayapti. Zelenskiy nomini qora qilmasdan chiqib ketish uchun nima qila oladi o'zi mana shu vaziyatda? Ya'ni hozir dilemma ko'rib turibmiz. Shu ham tanlovni xalqqa tashlayapti-da. Endi xalq baribir bugun nima degani bilan ertaga Zelenskiyda hamma gap. Zelenskiyda va mana shu saylov bo'ladigan gaplar turibdi-ki, Yevropa ham aniq masalani qo'ydi. Saylov o'tkazilishi kerak dedi. U xoh prezidentlik, xoh parlament bo'lsin. Va mana shu jarayonda saylovdan o'tib olguncha Zelenskiy o'zining qiyofasini yo'qotmaslik kerak. Va bu og'ir qarorni xalqning o'zi qabul qildi-ku degan masala ham bor-da. Lekin bu yerda 20% hudud Ukrainada emas. Deylik, referendumda o'sha yerlarning aholisi ishtirok etmasligi uning legitimligi masalasiga ta'sir qiladimi? Ta'sir qiladi. Agarda parlament u hududlarni Rossiya hududi deb e'lon qilsa, demak aholisi ham avtomatik ravishda u tumanga o'tib ketib qoladi-da. Xuddi o'sha eslaylik 2008-yildagi Rossiya Gruziya mojarosidan-ki o'sha Osetiyadagi fuqarolar keyingi saylovlarda ro'yxatdan chiqarilgan masalanda. Ya'ni legitimlikni kamaytirmaslik uchun. Bu yerda ham taxminan shunga o'xshagan ssenariylarga o'xshaydi. Ya'ni bu yerning aholisidan hozir so'ralmaydi-ku bu yerda demoqchiman. Shunday. Mana hozir referendum aholining 100% hisoblanadi. Ya'ni hozir o'sha Rossiya ta'sirida bo'lib turgan aholi umumiy so'rovnomada qatnashmaydi. Referendum. Referendum. Ya'ni bu yerni topshiramizmi deganda bularning ovozi hisobga olinmaydi. Yo'qda, chunki fizik imkoniyati yo'q.
Yo, bu o'sha qonunan qanchalik to'g'ri ekan bu? Shu qonun o'zgaradi-da, parlamentda mana shu 100% deb mana bundan buyog'iga kiradigan aholi qabul qilinadi. Ya'ni status quo o'zgaradi demoqchiman. Va bu jarayonda endi bu amalda de facto kerak bo'lsa keyinchalik de yure bu hududlarni topshirish hisoblanadi. O'zimda olib qarasangizda, agar qog'ozga o'ramasdan siz xullas Rossiyaga shu hududni berib, bu yoqqa Ukrainani saqlab qolishlik va Kiyevni saqlab qolish masalasi turibdi bu yerda. Rossiya ham o'sha Trampga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan nozik jihatlarni topganga o'xshayapti. O'sha Bill Krokni, boshqalarni Kushner bilan gaplashishlik oson, chunki ular pul tili bilan gaplashadi. Ularga mana bu ijtimoiy masalalar, qancha berasan, nima bera olasan, mana shu shartnomalarda qachon berasan, ustida bo'ladigan muzokaralarda va Putin ham aynan shu yo'lni tanladi. Agar Amerika bilan kelishmoqchimi, demak, ularning tilida gaplashish kerak. Ya'ni bugungi elita bilan gaplashish kerak. Ularni esa boyagiday Amerika Rossiyadagi juda ham katta potensialni taqdim etish bilan bo'ladi. Balki shundandir Tramp Yevropa yetakchilaridan Zelenskiyni tinchlikka majburlashni talab qilayotgani aytilmoqda. Aytana unga deyapti-da. Juda qo'l qo'ysin deyapti. Bu baraka topkur hudud haqida gap ketyapti, suverenitet haqida gap ketyapti. Bosh xotirmasdan aytking bu ketaveradi. Shunda hatto mana Merz, Makron va Starmer bilan telefon orqali muloqot juda keskin muhitda o'tgani aytilyapti va unda asosan Tramp Zelenskiyni pozitsiyasidan noroziligini yashirmagan va Yevropa yetakchilariga Zelenskiyga tezroq kelishuvga rozi qilishni so'ragan. Endi bugungi AQSh shunayki, uning o'zining manfaatlari ustun. Ayni har doim shunaqa bo'lgan-ku. Bugun bu ochiqlanadi. Maskalar yechilgan-ku 1-2 yildan beri. U Amerika aytayapti-da, og'aynilar, agar shunaqa bo'lsa shunaqa. Qo'l qo'ysang, men keyinchalik sen bilan o'ynayman. U aytayapti, xo'p, men qo'l qo'ysam, kim kafolat kim beradi desa, boyagiday Larry Finklarga o'xshagan odamlarni terib qo'yadi. Men ishlasam, qayta iqtisodiyotingni 10 yilda tiklab beradi, deyapti. Bo'ldi. Variantim shu deyapti. Yevropaning ishtiroki qanday bo'ladi Farhod aka? Endi Yevropa, men oldingi ko'rsatuvlarda doim aytganman, Yevropa o'zini komfort zonasini saqlab qolishga harakat qiladi va agarda o'shanday haqiqatan Tramp emas, siyosatda yashirin soyalarda yurgan yirik ta'sir kuchiga ega bo'lgan shaxslar va institutlar kafolati Yevropa uchun maqbul bo'lishi mumkin. Ya'ni Tramp kelib boshqasi kelgan taqdirda ham u insonlarning pozitsiyasi va kafolatlari bo'ladigan bo'lsa, Yevropada ishonch shakllanadi-da keyin. Va ular keyinchalik ma'lum bir darajada rozi bo'lishi mumkin. Chunki Yevropada qanchalik bu muhokama qilinmasin, boshqa qilinmasin, Rossiya bilan urush haqida hech kim gapirmayapti, baribir. Yo'q. Bu bo'yicha o'z alohida savolimiz ham bor bundan. Ha, va bu kuzatuvlar, masalan, shu Buyuk Britaniyani intervyularini ko'rdim, Fransiyani endi ko'rib turaman va undagi ritorikalar bugun nima deydi, ko'proq public relationsga, ya'ni aholi bilan ishlash va jamoatchilik bilan ishlashga o'xshayapti-da. Bu real qadam va boshqasi emas. Buni nimadan qiyoslash mumkin? Mana tahlilchilar bilishadi. Buni amaldagi siyosat va qabul qilinayotgan qonunlarni qiyosi tahlil ko'rsatib beradi. Ya'ni bugun Fransiyaning, Buyuk Britaniyaning, umuman Yevropadagi liderlarning, rahbarlarining chiqishlari bilan oxirgi 3-4 oy tashqi siyosatga va mintaqa integratsiyaga oid bo'lgan qarorlarni inoq solishtirsangiz, tendensiyani aniqlab olish qiyin emas-da, qayerga qarab ketayotganligini. Ya'ni gapirilayotgan gap bilan bu davlatlarning ichki va tashqi siyosatiga oid bo'lgan qarorlari, qonunlari boshqa narsa. Ya'ni ular urushga tayyorlanayotgani yo'q aslini olganda. Byudjetni oshirish kerak, boshqa deyilyapti, lekin unga ham o'tilmayapti. NATOni moliyalashtirishga 6% o'tish deylik, aslini olganda Yevropaning o'ziga kerak-ku. Umuman olganda. To'g'rimi? Uning xavfsizligi uchun kerak. Misol uchun AQSh NATOdan ketib ham chiqib oraman degan masalani muhokama qilyapti hozir. Shunday. U kongressdagacha yetib keldi. Deputatlar orasida ham bu gaplar yuribdi-da. Ya'ni Tramp o'ziga ishonyaptiki, men dunyo rahbarlari bilan xarajatsiz ham kelishib bilaman, deyapti-da. Ya'ni NATOda yirik institutni ushlab turmasdan ham dunyoni taqsimlab olishimiz mumkin degan masalani Tramp ko'ra olyapti. Va Trampga ilhom berayotgan mana bunday yirik trilliarderlar bor-da. Ular aytayapti, bizning trilliarderlarimiz bilan har qanday harbiy qudratga ega davlat bilan kelishsa bo'ladi, deyapti. Va bu jarayonni biz ko'ryapmiz-da, Aqrat xo'ja aka. Ko'ryapmiz. Bu Latin Amerikasida, Janubiy Amerikasida bo'layotgan jarayonlar, Maduro bilan bo'layotgan jarayonlar, Kolumbiya, Venesuela va boshqa davlatlarda bo'layotgan jarayonlarda ko'ryapmiz. Masalan, o'sha Maduroga oppozitsioner opa bor-ku, Nobelni olgan. Machado. Birdaniyani kecha Norvegiyada paydo bo'lyapti. Va bu signallar, bu jarayonlar umumiy siyosiy o'yinlarning qaysi yo'nalishga qarab ketayotganligini ko'rsatadi-da.
Va bu endi bu mani xususiy albatta kuzatuvlarim va tahlillarim va mana shu jarayonlar sekin-sekin Zelenskiyning yuzini yo'qotmagan holatda urushdan olib chiqib ketishga ko'proq o'xshayapti. Farhodga mana shu yerda qo'shimcha savol. Demak, demokratiyadan qochmaymiz deyapti Zelenskiy. Faqat o't ochishni to'xtatgandan keyin saylov o'tkazamiz deyapti. Ya'ni shart sifatida buni aytyapti. Va bunga Amerikani bu qo'lidan keladi. Masalan, Amerika agar endi umuman to'liq o't ochishni to'xtatishni so'ramayapti, saylov oldi va saylov kunlari hech bo'lmaganda o't ochish to'xtash kerak. Shunda biz saylov o'tkaza olamiz. Agar Amerika buni bizga kafolatlasa, biz o'tkazamiz saylov deb aytyapti. Endi bo'lishi mumkin. Masalan, 9-may bayramida ham Rossiya shuni talab qildi. 3 kunlikmi bo'ladi otash kesimi. Bu yerda ham bo'lib ketishi mumkin. Bu yerda asosiysi o'sha kattalar kelishib olishligida-da. Trampchi, masalan, Amerikani to'g'ri o'ylaylik, Tramp hozir juda ham achishib kuyishayotgani yo'q shu 4 ta viloyat uchun-da, to'g'risini aytish kerak. Juda bir qiynalayotgani yo'q vijdoni. Uni tezroq berganda hal qilaylik, keyingi bir proyektlarga o'taylik deyapti-da u. Chunki uni ichi achib ketyapti, Rossiyadagi katta imkoniyatlarga Xitoy kirib kelmasin. Biz kirib boraylik deb. Buni boyaga o'xshagan insonlar aytayapti, "Oy, har kunimiz g'animat. Xitoy konma-kon resurs boshqasi bilan kelyapti" deyapti. Masalan, o'sha Grigoriy Berezkinning o'zini shaxsiy temir yo'llari bor-da. Temir yo'llari bor mana, statik masalan. Vagon to'g'risi gap ketmayapti. Yo'q, temir yo'llari bor, liniyalari bor, o'ziniki, o'zi kompaniyasiga tegishli. Nima ham derdi? KJD deyiladi, qisqartmasi. Krasnoyarskiy железный дорога bir narsani xullas naqasi bor. U tayyor infrastrukturalari bor-da. Bu infrastrukturalarga hozir Xitoy juda ham qiziqib o'tiribdi. Mana shu temir yo'lingni menga arendaga ber deyapti. Va bu jarayonlar ketayotganda-chi, aytdiki 3 ta viloyat uchun ana u trilliarderlar ko'p ham ichachimaydi-da. Tezroq mana bu yerdagi resurslar olaylik, chunki havo iqlimi o'zgaravergan sari bir 30-40 yilda shimoldagi juda ham katta resurslar ochilib qoladi. O'ylaylik bu narsani. Shimoliy qutb okeani bor. U yerda Xitoy bilan Rossiya egallab olsa, biz Kanada bilan hech narsa qila olmaymiz. Norvegiya boshqalari hech narsa bo'lmaydi. Biz Rossiya bilan kelishib olishimiz kerak. Xitoyni kiritmasligimiz kerak degan ular mega proyektlar haqida o'ylaydi-da. Buni oldin nima qilib beryapsan, Zelenskiy rozi qilinglar o'shani deyapti. Bo'ldi. Chapana qilib aytganda mana shu voqealar bo'lyapti kabinetlar ichida. Rahmat Farhodga. Endi bevosita Yevropada, chunki endi ko'ryapmiz, bora aytdingiz, Yevropani urushga tayyorgarlik ko'rmaslik masalasida, lekin NATO bosh kotibi bayonot beryaptiki, biz keyingi nishonimiz urush har bir xonadonga kirib boradi. Hatto shunday aytganki, nemislarga aytayapti. Agar siz nemis tili qolib rus tilida gaplashishni istamasangiz deydi, majburan rus tilida gaplashishni istamasangiz deydi, hozirroq harakat qilish juda ham muhim. Aks holda Vladimir Putin Ukraina bilan to'xtamaydi deb keskin bayonotlar beryapti. O'zi umuman olganda bunday tashkilotlarning harbiy blok rahbarlarining bunday bayonotlar tabiiy, chunki ular uchun qo'shimcha moliya, umuman doimiy dolzarblikni saqlab turish. Bilamiz-ku, ayrim xizmatlar bir muammoni ataylab ham chiqarib qo'yishadiki, o'zlarining moliyasi kesilib qolmasligi uchun. Demak, bunday xavotir oldirishlar bor. Lekin boshqa statistika, boshqa maqolalarda ham ko'rinib turibdi, Yevropa Rossiya bilan urushga tayyor emas degan juda ham ko'p ketma-ket maqolalar chiqdi. Juda ham ko'p. Hatto 29-yilgacha ham tayyor bo'lmaydi Yevropa degan masala. Mana shu Germaniyada yoshlarni bir tibbiy ko'rikdan o'tkazib qo'yaylik deganda qancha to'polon bo'ldi. U hali harbiy xizmatga chaqirmadi. Safarbarlik mafkurasi yo'q. Ularda tamom yo'q. Mana Yevropa integratsiyasi uchun Rossiyaga qarshi kurashaylik desangiz, aholi 10% ham chiqmaydi. Yevropa integratsiyasi kerakmi yo'qmi deb turgan paytda Yevropa ittifoqini saqlab qo'yaylik, umumiy vatanimiz deydigan yo'q. Fransiyani masalan 10% bor yo'g'i migrantlardan iborat bo'lgan armiyasi bor. O'shalardan qo'rqib o'tiribdi. Ertaga bular Kavkazliklar bilan til topishib o'zimizga ibodat qilsa, boshqa qilsa nima qilamiz deyapti. Masalanda bu gaplar bor bu tahlillarda. Shunday bir paytda hozir Yevropani safar keyin yana bitta narsa. Yevropaning prioritetlaridagi muammolar ro'yxatida Ukraina muammosi birida turmaydi. U yerda hozir iqtisod, so'nib borayotgan korporatsiyalar, tenkalar, Xitoy ta'sirini kamaytirish, boshqa demografik muammolar bor-da. Mana shunday buket problemalar bilan, muammolar bilan hozir endi Rossiya bilan urushishmasa. To'g'ri, Rossiya men super gigant, mega kuchli davlat demoqchi emasman. Rossiya bugun ko'rdik mana asosiy nimaga qudratli ekanligini. Lekin unda resurs bor-da. Resurs. Hammaga qiziq bo'lgan resurs bor. To'g'ri, u ikkinchi armiyasi emas, ko'rinib qoldi bu. U yerdagi korrupsiya bilan muammolar, boshqa bilan muammolar ko'rinib qoldi. O'z ichkarisida aholisining anaqasi jipsligi, migrantlar bilan bo'layotgan bu bor. Lekin unda ikkinchi naqasi bor-da.
uning zaxirasida katta resurslar bor. Bu resurslarga ishonib ko'p narsa qilyapti ular. Haqiqatan ham dunyoda uning resurslariga qiziqadiganlar ko'p ekan. Mana yana bir maqola chiqdiki, Yevropada yaqinda turne uyushtirdi Zelenskiy, borib keldi, lekin aytishyaptiki, Yevropaning shirin so'zlari va quchog'i Zelenskiyni qutqarib qola olmaydi. Agar Yevropa umuman Ukrainani biz uchun kurashyapti. Zelenskiyni o'zini qutqarib qolishi mumkin agar siyosiy boshpana bersa. Faqat Zelenskiyni. Lekin deylik yo'q. Bugun o'sha ko'rinmayapti-da. Masalan, yana 30 milliard, yana 40 milliard, yana 50 milliard masalan Yevropa ittifoqi yordam berar. Amerika shu pulga qurol ham sotar. Bir tiyin ham tekinga bermaydi o'zi. Yevropani pulini olib ketadi, qurolni sotib ketadi. Bu ham eng oxirgi avlod bo'lmasa kerak. Misol uchun 5-avlod samolyotlarni beramiki, masalan, F-35 ni berishda o'zi qanchalik muammo bo'lib turibdi-da. F-15, F-22, F-35 haqida hali gap ham yo'q-da. U o'sha Turkiyaga ham bormayapti ular. Aytdik, eski maytada naqada bor-u, shumbolada chirigan 2 qop olma berib yuboradi. Xuddi shunga o'xshagan narsa bo'ladi-da. Ya'ni eski o'sha naqadan sifat qilmoqchi bo'lgan texnikalar ham sotib oladi, yana millat pul ishlab oladi. Bu Amerikaning just business qoidasi. Va Yevropa ham charchaydi-da qachondir. Yevropa charchaydi, chunki Yevropaning o'zining ichkarisida bo'linishlar bor. Unda nega Brexit masalasi masalan kun tartibida hali ham yechilgani yo'q. Farhod aka, masalan, deylik urush boshidagi Yevropa bilan hozirgi vaqtdagi Yevropa orasida juda katta farq yo'q. Men aytmoqchimanki, yetakchilar orasida to'g'ri, u yerda Holland bor edi, Merz bo'ldi va hokazo, lekin to'g'ri Britaniyada ketma-ket almashdi. Lekin umuman olganda o'sha Yevropa. Nega unda 22-yil urushgacha ular qo'yib berdi? Masalan, mana shu narsani urushsiz hal bo'lishi yo'lini tutmadi yoki deylik Ukraina bilan ba'zi bir muzokaralarni o'tkazib, Rossiya bilan urushmaslikka bir harakat bo'lgan. Aytxo'ja aka, masalan, Merkel davrida, Germaniya Merkel davrida Yevropaning lokomotivi edi. U hal qilardi. To'g'risida ko'pchilik kelib uni oldida, masalan, Jorj Bush ham kelib Merkel bilan gaplashardi-da. Men esimda o'sha sahnalar hali ham. Kelib yelkasidan urib, xuddi o'zini o'rtog'ida ayol kishi bo'lmasam bu. O'tirib olib, umuman protokoldan chiqib ketib, mana bunaqa aytdi, turibdi Yevropaning boshqa liderlari. Bush kelib Merkel bilan Yevropa bilan Amerika munosabatlarini Germaniya aytgandek lokomotivni. Shunaqa edi Merkel davrida va Merkel Putin bilan juda ham yaxshi nemis tilida kerak bo'lsa muloqot qilardi va bu balansni ushlashga harakat qilardi. Lekin Merkeldan keyin bir tayinli hamma mas'uliyatni bo'yniga oladigan liderlar chiqmayapti-da. Berluskonilar, Merkellar yo'q. Yo'q hozir. Boris Jonson ham bir chiqadi, bir yo'qib ketadi, baliqdagi ovdagi probkaga o'xshab. Bir chiqadi, bir narsalar deydi, yo'qib ketadi. Xo'p, sambil ishlaymiz degansa yo'qib qoladi. Masalan, shunga o'xshagan juda katta muammolar bor. Misol, Italiya bilan Ispaniyani bugun pozitsiyasi umuman boshqacha. Umuman boshqacha, to'g'risini aytish kerak-da. Ammo Giorgia Meloni Italiya bosh vaziri hatto Zelenskiyni xafa qildi ham deyapti-ku hozir. Undan og'riqli yer berishlarga tayyor turgan. Italiyaliklargachi makaroni, unaqalar bo'lsin, Lukoildagi nima deydi, zaxnaqalarda benzin bo'lsin, toza benzin, ular maza qilib yashasin. To'g'risida, ular chiqib butun Yevropani qutqaramiz deb chiqmaydi. Ikkinchi jahon, birinchi jahon urushida ular hozir achchig'ini ko'rib bo'ldi bu narsani. Mana nemislarda ham, misol uchun men o'zim 6 yil nemis tilini o'qiganman-da. Nemislar bilan ko'p muloqot bo'lganimda aytishardiki, o'sha bir hazil ham bor-da, ularda o'sha urush, ikkinchi jahon urushida qatnashgan askar aytar ekanda, uyda o'tirib, unaqa bo'lsa urush qo'zg'alyapti, boshqa qilyapti deganda nabirasi kelib, eshik durustlar taqiqlatmayaptimi derganda. Yo'q desa, boshqasini qo'yaver dergan. Tushunyapsizmi? Mana shu hazillari bor-da, ularning anekdotlari bor nemislarning o'zida. Shu jarayonlarni misol uchun eshitib, boshqa muloqot qilganingizdan keyin sizda ham qanaqadir bir dunyoqarash shakllanadi, Hayratxo'ja aka. Men hozir to'g'ri tushunish kerak, real vaziyatdan kelib chiqyapman. Men aynan Ukrainadagi bo'layotgan voqealarni xohlayotgani boshqa qilishim yo'q endi albatta. Bir qadam yerini ham bermasin Ukraina. U suveren davlat. Bu pretsedent bo'ladi bu keyin. Keyin Moldova, Dnestr bo'yi bo'ladi. Rossiya shu bilan to'xtamasligi mumkin. Masalan, Qozog'iston haqida gapirilyapti. Boshqa hali Yaponiya bilan muammosi bor uni. Misol uchun Ukraina bilan hal qilib olgandan keyin endi ketdik Dalniy Vostok, uzoq sharqqa ketdik deb u orollar masalasini ko'tarish mumkin. Bahsli hududlar ko'p. Lekin gap pulda bo'lsa, Yevropa deylik, mana shu pul bilan hal qilib qo'ya qolsa bo'lmasmidi Rossiya Ukraina urushini? Yevropaning yirik korporatsiyalari ancha qaraganda, u hattoki Xitoy bilan bahslasha olmayapti. Masalan, uyushyapti ular. 4ta 5ta bo'lib, o'zi bir vaqtlar dunyoning gigantlari edi Yevropaning naqalari.
bugun qarib qolganda endi masalan to'g'ridan to'g'ri ma'noda aytyapman. Yevropaning iqtisodiyoti hali Yevropa qarayapti degani to'g'rimi? qarayapti, mana shu aholisi ham qarayapti, iqtisodi ham qarayapti. Ularga hozir nafaqaga chiqqan odamga o'xshab nima kerak? Tinchlik. Tinchlik. Ular korporatsiyasini qaytib 80-yillar, 90-yillar arasida chiqarishaqda ham o'ylayotgani yo'q-da. Shu o'lgunimcha ishlab tursin, hech bo'lmasam deyapti. Kim mendan keyin nima bo'lsa bo'lsin deb. Chunki bolasi ham yo'q qoldirishga. Ko'p korporatsiyalarning egalarini farzandi ham yo'q hattoki. Shu ham hal qilib jinnilik qilishadi, itiga qoldiradimi, bu nimalar qiladi. Bu hazil-hazillar, anekdotlar ortidan-chi haqiqatan bor-da, Hayratxo'ja aka. Va bu ijtimoiy muhit Rossiya bilan katta urushga kirishlikni misol uchun tasavvur qilishga qiynalaman. Yevropa bu holatini tuzata olmaydimi o'zi? Yo'q, endi o'zi regress ketib bo'lgan-ku. Mana shu hozir qamaldi-ku Sarkozy. Shu aytuvdi misol uchun o'sha paytdagi 2050-yilga bo'chib Fransiyada fransuzdan qidirasizlar dedi. Shu tendensiyaga ketsa, Marseylda, Parijda yo'qda, hozir ko'chaga chiqsangiz masalan fransuz topolmasangiz kerak. Arablar ko'p bo'lsa. Ha, afrikaliklar boshqasi. Bu regressni qayta tiklash uchun bilmayman endi super mafkura va super qanaqadir g'oyalar kerak-da. Ha. Lekin bu qiyin masala. U yerda qiyin. Hozir u yerda ayollar men tug'ishga majburmanmi, majbur emasmanmi degan unaqalar bilan qarab turgan paytda birdan bu narsani o'zgartirib yana 50-60-yillarga qaytara olmaydi Yevropa. Lekin Rossiyada ham bu bo'yicha holat yomon deyishadi. Rossiyada ham bor, ha. Lekin Rossiya ko'p millatli davlatda. Ha, uning ichida Kavkazliklar, Kavkaz bor. uncha-munchasini xalq qilib qo'yish mumkin. Ha, Kavkazda misol uchun bir deganda 15 ta farzandli bo'lib ketishi mumkin masalan. Biz ham masalan qarab turmasak kerak chetda. To'g'risi-da. Begona emasmiz. Begona emasmiz endi mana bizda ham mana cho'llanish bo'lyapti, ekologiya bo'lyapti. Shu olgan bo'ylarga mana begona joylar emas o'zi. Qanday shu yerda bir biz bolalar ham bir yaxshi bir 2 gektarlik dala hovlilarda. Dala hovli. Yo'q, bu ketadi hazil, lekin ekologiya migratsiyasi bu boshlanadigan narsa. Bu qonun ko'ryapmiz-ku. Rahmat Farhod aka, endi ushbu ko'rsatuvga so'nggi savollardan biri. Demak, ushbu urushning tugashi, tinchlik muzokaralari va umuman olganda qo'l qo'yish va hududlarni berish masalasida katta xavf to'g'risida aytishyapti. Bu Ukraina hukumati va Ukraina harbiylari orasida chiqishi mumkin bo'lgan ixtilof. Mana shu deyishyapti juda katta. Chunki harbiylar biz nega unda shuncha vaqt qon to'kdik, jon berdik degan masalani aytishyapti. Bu qanday masala Farhod aka va qanday hal bo'lishi mumkin? Chunki bu jiddiy masala. Zelenskiyni hattoki ag'darish bilan ham tugashi mumkin. Bu jiddiy masala, chunki asosiy frontda o'tirganlar siyosatchilar emas, jurnalistlar emas, siyosiy texnologlar emas, harbiylar o'tiribdi-da. Rossiya bilan urushayotganlar o'sha yerda forma kiyib urushib turganlar. Bu ular o'zini yaqinini, o'rtog'ini, sinfdoshini, akasini, ukasini, yaqinlarini yo'qotdi, ko'z oldida yo'qotdi. Ularni bir vaqtlar frontga boshlab turgan ofitserlar masalan, minglab soldatlarni, o'sha askarlarni frontda yo'qotdi ular. Ularni-chi mana bunaqangi siyosiy va'dalar boshqalar bilan-chi alda olmaysiz-da. Nima uchun deydi ular? Nima uchun men 2 yil qon kechdim? Necha minglablarni tuproqqa qo'ydim men deydi unaqalar. Ular uchun hozirgi hukumat ham ko'zi ko'rinmasligi mumkin. Chunki ular real kuchga ega hozir. Chunki bilamiz urush paytida harbiylarning o'rta vaziyatda, demak, mudofaa vaziri birinchi o'ringa chiqadi prezidentdan keyin va harbiylarning statusi hududida oshadi va ular hozir qo'lda katta kuch bor. Ular aktiv armiya. Shunda urusha oladigan armiya. Urusha oladigan armiya va ular bilan hisoblashmasa Zelenskiyning ahvoli qiyin. Qanday masala yechiladi hozir? Masalan, hududlarni beramiz, ayniqsa mana Donetskda, hozir Farhod aka, Pokrovsk bilamiz, Rossiya buni yildan oshiq. Kecha Abduvali aka ham aytdilar-da, Abduvali aka o'zlari aytibdilar-ki, biz deydi har ko'rsatuvda ana Pokrovskka kiryapti, ana Pokrovskka kiryapti deymiz. 1 yildan oshganda zo'rg'a kirdi Pokrovskka deyaptilar-da. Bu nimani bildiradi? Bu Rossiya o'ta kuchsiz degandan emas, bu Ukraina uni mardonavor himoya qilganini bildiradi. Ham Ukrainaning armiyasiga qoyil qilish kerak. Chunki o'zi Rossiya bilan Ukrainalarning orasida katta farq bo'lmagani uchun narigilar qanchalik qattiq tashlansa, bular shunchalik kuchli himoya ham qila oladi. Ya'ni bular Slavyank ikkalasi bir xil. Urushda rus tilida aytaman, za жизнь, за насмерть degan narsa bor. Shuna. Yo hayot yo mamot. Yo hayot yo mamot. Ukrainalar yo mamot deb kiryapti urushga. Ular umid qilmayapti frontdan chiqishga. Va bu degan shuni orqasidan ancha himoya qilib turibdi. To'g'ri, endi Rossiyani deylik resurslari ko'pligi nuqtai nazaridan va 170 ming qo'shin tashlagan deyapti. Ukraina buncha bilan bu himoya qilish qiyin. Endi esa shuncha ishlar bo'lgandan keyin Konstantinovka, Kramatorsk va Slavyanskka shunday topshirib ketasan degan ularga topshiriq bo'lsa,
harbiylarga. Ular buni qabul qilmasligi ular mumkin deyapti. Kiyevga boradi. Mana shu masala qanday yechilishi mumkin? O'sha uchun Zelenskiyga biroz vaqt beriladi. Mana armiyaga ta'sir etishi mumkin bo'lgan va Zelenskiyga armiya nomidan ta'sir etishi mumkin bo'lgan yirik generallar va shaxslar sekin-sekin shaxmat doskasidan olinadi. Va oxir oqibatda Lekin baribir xavfli ssenariy. xavfli, bu juda ham katta bu yerda naqa bor, risk bor bu yerda. Oson bo'lmaydi. Zelenskiy shunga bosh qotganda hozir Amerika xo'p deyapti u ham masalan. Sekinlab, pichirlab gapirganda, misol tasavvur qilaman-da. Xo'p, sizlar aytganlaringizni qilsam, men bu yerdagilar nima qilaman? Bir necha 100 ming qo'lda askari va tish tirnog'icha qurollangan generallar o'tiribdi. Ular frontda o'tiribdi. Ular men bilan o'tirib issiqxonada o'tirgani yo'q. Loy bo'lsa loy, qish bo'lsa qish, yoz bo'lsa yoz, changda o'tiribdi. Urushyapti, qon ko'ryapti. Har kun bitta askarni, ofitserni, serjantini yo'qotyapti. Ularga men nima deyman deyapti-da. Ularga hozir nima bera oladi hozir? Shuni ham katta trilliarderlar balkim pul berarmiz deyotgan bo'lishi mumkin masalan. O'sha generallaringga katta imkoniyatlar qilib beramiz deyish mumkin. O'zi kelishuv imkonlimi Farhod aka mana shu harbiylar bilan? Endi bu yerdachi anaqa bo'ladi-da, fitna bilan tugashi mumkin. Kimlardir nimalardir sahnadan olib tashlanishi bilan tugashi mumkin. Bo'lishda, ya'ni umuman birlikda bo'laklarga bo'lsa, kuchsizlanadi-ku. Va Zelenskiy oldida mana shu. Endi Zelenskiy bunaqa siyosiy o'yinlarda, siyosiy texnologiyalar, siyosiy rejalarni tuza oladigan darajadagi tajribasi yo'q-da hali. U san'atdan keldi. U bunaqa siyosiy o'yinlarni bilmaydi. Ya'ni ozgindan keyin urush boshlangan hozir. O'tirib bu qanaqa qilaman deb bunday qog'ozni chizish kerak-da, u ishlarni qila olmaydi. Deylik, Ukrainada prezident almashishi buni hal qilishi mumkinmi masalani? Hal qilishi mumkin. Lekin faqat shunday taxminlar ham aytishyaptiki, hali Ukrainadagi saylovlarda Zelenskiy yana g'olib bo'lishi ham mumkin deyapti. Bo'lishi mumkin. O'sha uchun ham hozir xalqni o'ziga qo'yib, xalqni o'zining roziligini olib, generallarga ham aytadi, xalq rozi bo'ldi endi. Sizlar ham tashanglar qurollaringizni. Bo'ldi, urush tugataylik, mag'lub bo'ldik, mag'lubiyat tan olaylik degan masalani qo'yish mumkin. Shuning uchun ham xalqning nomidan gapirilsa, xalqning nomidan qaror qabul qilinsa, Zelenskiyning oldida siyosiy, demak, manyovrlar qilish uchun ozgina joy qoladi. Hozir manyovrga yo'qda tiqilib qoldi Zelenskiy. Ya'ni saylov o'tkazishi majburiy endi. O'tkazadi, chunki Yevropa ham shuni aytib o'tiribdi. Keyingi yil 26-yil senga pul beraman, boshqa qilaman, lekin saylovlarni o'tkazish. Yevropaga saylovlar nima keragi bor? Yevropadagi demokratik prinsiplari bor. Ya'ni prinsiplarga amal qilish kerak. Prinsiplarga amal qilish. Yevropa o'z prinsiplarini saqlaydi har holatda. Chunki Yevropa urush tugagandan keyin bu yerda yana bitta avtoritar tizimni paydo bo'lishini xohlamaydi. O'z Yevropaning o'zi mantig'i qachon qayerdan aytdim shuni. Yevropa ittifoqiga qabul qilinayotganda institutsional davlatni qabul qilgisi keladi. Parlament kuchga ega bo'lgan, bosh vazir boshqaradigan va parlamentar davlatlar bo'lishini xohlaydi. Turkiya ham shu uchun bir vaqtlar parlamentariga o'tib olib harakat qilib bo'lmadi, yana qayta to'g'rilab o'ta qoldi-da masalan. Bo'lmagan masalanda. Ukrainada ham urushdan keyin shunaqangi ssenariyni ko'radi Yevropa baribir. Unga tag zamin tayyorlab borish kerak. Bu yerda parlamentar respublika bo'lib qolsa ham, misol uchun, qachondir Ukrainada men misol uchun ajablanmayman-da. Yevropa talablari shunga qarab ketyapti shuncha. Endi Ukrainada boshqa prezident masalani hal qilishi mumkinmi Farhod aka? Mana Zelenskiydan boshqa prezident. Endi kim bo'lsa ham birinchi navbatda qonun bilan hal qilinsa bu prezident qabul qiladi ekan, tamom. Ya'ni referendum o'tkaziladi misol uchun yoki deputatlar referendum o'tkazilmasa ham xalq nomidan deputatlar qatnashadi, qabul qiladi va prezident uni imzolaydi. Rahmat Farhod aka. Endi mana shu 25-dekabr to'g'risida juda ham ko'p gapirilyapti, juda ham ko'p. Endi bunday desak, avvalgisi ham adashmasam Shukrona kuniga 27 noyabr va Zelenskiy chiqib xalqqa murojaat ham qilgan edi. Biz o'ylagandik juda jiddiy, mana endi tugasa kerak desak, baribir yana shu cho'zilish yo'q, cho'zilishi mumkin, G'ayrat xo'ja. 25-dekabr emas, aytdim-ku. Yana cho'zilish boshqasiga ham, lekin pastga qarab tugashiga qarab ketyapti-da. Ya'ni tunnelning oxiriga qarab yo'nalish olindi, boshiga emas. Bu G'arb qo'llab-quvvatlamasligidanmi yo Ukraina ham charchadimi? Ukraina ham hozir izlayapti, qanaqa qilib variant urushdan chiqib ketishni. Bugun Ukrainada urushdan chiqib ketish haqida gapirilyapti, hamma yoqda. Demak, o'shani ssenariylari boshqasi, ya'ni imkon qadar og'risiz chiqish. Ha, shunday. Va real kafolat berish mumkinmi o'zi Ukrainaga mana shu vaqtda, deylik, urushni tugatsa yoki qaysidir hududini bersa? Agar AQSh bilan Rossiya kelisha olsa, hammasi shunga bog'liq. Hammasi shunga bog'liq. Hammasi AQSh bilan Rossiyaning kelishuvga bog'liq.
ularning ma'lum va noma'lum bo'lgan siyosiy institutlar o'rtasidagi kelishuvlarga bog'liq. Bu yangi tartibotni belgilaydi mintaqada. Dunyo tartibot demaylik, lekin mintaqadagi yangi tartibotni belgilab beradi. Farqi Xitoyning o'rni umuman ko'rinmayapti-da. O'sha Xitoyni aralashtirmaslik uchun qilinyapti bu narsalar. Xitoy aralashmasligi Ertaga bu jarayon yana 1-2 yilga cho'zilsa, Xitoy bu jarayonlarga bilvosita kiradigan bo'ladigan bo'lsa, bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarining ta'siri boshqasi kamayadi. Demak, o'zim maqsad Xitoy aralashmasligi. Bu yo'q, umuman tezroq bu tugatib, tezroq Xitoy bilan shug'ullanish. Xitoy bilan Hindiston, Turkiya balki xolis o'rtada turib bera olar degan ma'noda. Yo'q, Xitoyning aralashishini AQSh xohlamaydi. Hindiston ham bilmadim endi qanchalik. Umumiy tomonidan o'zini muammolarini hal qilish kerak. Turkiya bo'lishi mumkin. Endi Turkiyani Yevropa uncha xohlamaydi. Yevropa uncha xohlamaydi, ha. Masalan, unaqa ham Yevropa ittifoqining a'zosi bo'lib turib Vengriya taklif qilganda ham yo'q dedi-ku. Shu jarayonlar endi umuman neytral joyda bo'lishi mumkin. Afrikada masalan, Markaziy Osiyoda. Men bir aytdim, Samarqandda bo'lib qolishi ham mumkin. Samarqand deklaratsiyasi. Masalanda shu urushning tugashiga agar sababchi bo'lsa, qaraydi. Hudud tanlash muammo emas. Bu diplomatik protokol shug'ullanaveradi u bilan. Asosiysi umumiy kelishuv. Rahmat. Farhod Isekotga rahmat, kelgusi ko'rsatuvga ko'rishgan salomat. Rahmat. Salomat bo'linglar.